Ma'rifat yurti atishda bir o'quvchi oilasida o'sib yetilgan Kavsar Voyid 16 yosh vaqtida Amerikaga o'qishga kelgan. 2016-yili Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchilik boshlanib, dadasi lagerga elib ketilgandan keyin Kavsarning oilasi bilan bo'lgan aloqasi uzilgan. Kavsar boshqalar orqali dadasining 2 yildan keyin lagerdan qo'yib berilganligini bilgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi kunlarda uning amdili 19 yoshga kirgan 6 yildan buyon aloqalashib boqmagan birdan-bir amroq singlisining Xitoy soqchilari tomonidan elib ketilganligida xabari uni o'rnidan dast turg'izgan. Amerikadagi 26 yoshli Uyg'ur injener Kavsar Voyidning Twitterda Xitoyning Chag'an bayrami harpisi tarqatgan tutqundagi singlisi to'g'riliq chiqargan murojaati nihoyat tez tarqalayotgan bo'lib, matbuotlarning diqqatini tortmoqda. My name is Kavsar Voyid. I'm Uyghur and working as an engineer in the United States. As a lot of Chinese people are celebrating Lunar New Year with their family members, many Uyghurs are still unable to connect with our loved ones. Today, unfortunately, I'm here to share another sad news with you. My 19-year-old sister, Kamila Voyid, has been detained last month on December 12th. She was a freshman in college. Onun videoluk müracaatida bildirishicha, Xanan o'lkasidagi Shangchu sanoat institutining yasli ma'arifi kasbiga o'qishga kirgan singlisi Kamila Voyid bu yil qishliq ta'tilda yurtiga qaytgan. Ammo shu mezgilda Kamila soqchilar tarafidan elib ketilgancha hozirgacha xabar bo'lmagan. U videoluk müracaatida Xitoylar Chag'an bayramini oilasi bilan qutlaqlayotgan bu kunlarda Uyg'urlarning oilasi parchalanib azob chekayotganligini, singlisining Xitoy soqchilari tarafidan bultur 12 dekabr tutqun qilinganligini anglab, qattiq azoblanayotganligini aytgan. U yana Xitoy hukumatidan begunoh singlisini darhol qo'yib berishni, singlisining omonligidan o'zini xabardor qilishni talab qilgan. I demand Chinese authorities to release her immediately and let her speak to me. Birinchi ayning 25 kuni telefon ziyoratimizni qabul qilgan Kavsar Voyid singlisi Kamilaning tutilib ketishining sababini uning Urumchidagi qamalga qarshi namoyish to'g'riliq bir videoni ündidar süpsida hem behirligenligi bilen münasebetlik bo'lishi mümkünligini ilgari surdi. Ben Amerika'ya kelgili 10 yıl olup kaldı. Ben şu toluk oturak vaxtım kelgen. Hazırım şu işler toy qılıp balam var. O atkan şu alim ettik vaxtımda dadamın lagera kirip ketken 2017 yılı. Ben 2 yıllık koyuvatdı. Onun ki bir men bir guvalık videosu beğendikken tutulay alakam yok. Hazır 3 yıldan açtı. Kavsar sizde sanağız bile alakıp durgan mı onu aldı? O da biyos alakam yok hem de şu. Ama şu sanlamının ki ben de pat aş ünlüderde bir çıkarıp tuğan yılkım idi. Dostluktan çıkarıp etken bolsumu onun nesin köreleydiğen aşta bir kızlar baykeldik. Şun körüp turattım hem de. Kamila uyga qaytgan vaqtida tutulğunni kimden aldınız? Qanaq bildiniz? Xananninki Xanan Shangchu Gongshu yanda bir universitet o'qiyotgan shu Chenjoyda shu yasli ma'rifida. Endi boshlagan temish bir. Shu butunlay yo'qolib ketdi shu 12-oyni qaytgandan keyin. Shu Qashqarga kelib oldim degan bir chiqargandi Undarda. Lekin butunlay yo'qolib ketgan keyin men bu nima ishto deb ansirab shu bir tonish birisidan so'rsam Undarda. Shu ashta kirib ketgan vaqtida anlasam shu Urumchi vaqasidan keyin ishkirdi bo'lgan bu namoyishlar qil ko'p bo'ldi-ku menda. Shu to'g'riliq bir videoni chiqarib qo'yib ekan Undarda. Belki 3 oyga yetib to'shdiklar. Shuni chiqargandan keyin shu saqchilar dadam tulib turib tunish shuning sababidan kirib ketdim u cho'ngroq sabab bo'lishi mumkin hamda hozir masalan sonimninki bu xabar yo'q bir oyda ishib ketdi agar menda qisqagina bir chiqargan videoni shu bo'lgan bo'lsa qo'yib bitib qilish kerakdi hamda undan saqlab bir meningkim taq bo'ldi bularga bir xil reklam haddidan ishib ketdi bu insonninki qabul qiladigan dars ishib ketdi deb amaliyotda bizningki ko'rayotgan kunlarimiz hozir Urumchining Tangirtog rayonidagi asosli Uyg'urlar aholilaridan tashkil topgan bir o'ltiraq binoda 2022-yili 11-oyning 24-kuni yuz bergan ichinishli o't ofati Xitoyning yuqum bahonasidagi qamali 100 kundan oshgan vaqtda yuz bergan edi. Ayni vaqtda bu o't ofatini darhol tizginlash tamoman mumkin bo'lsa-mu, ammo doiralarning chekidan oshgan qamal tadbirlari sababli o't vaqtida o'chirilmagan kishilar o'zini qutuldirishga amalsiz qolgan edi. Bu fojiadan keyin garchi Xitoy doiralari kam deganda 10 odam qazo topganligini bayon qilib mas'uliyatdan qochgan bo'lsa-mu, amaliyotda o't kuyib o'lganlar sonining 40 dan oshadiganligini radiomiz naq maydonga telefon qilib dalillagan edi. Bu o't ofati Xitoy bo'yicha hukumatning yuqum qamaliga qarshi norozilik harakatlari va namoyishlarga pilti bo'lgan edi.
Buningga ulanıpla bütün Xitoy miqyosida yoshlarning oq qog'oz harakati qo'zg'algan. Bu vaqa Xitoydagi 4-iyun vaqasidan buyangi eng cho'ng ommaviy norozilik harakati deb qaralmoqda. Xitoy hukumati nihoyat tezla Xitoyda yamrashga boshlagan bu norozilik harakatini jimiqtirish uchun bütün Xitoy miqyosida yuqum qamalini bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Halbuki hukumat doiralari namoyishga qatnashgan namoyishchilarga qaratgan tekshirish va tutishni davom qilayotganligi ma'lum. Oq qog'oz harakatiga qatnashgan nurg'un namoyishchilarning g'oyib bo'lganligi yoki qo'lga ilinganligi, ularning orasida hatto bu harakatga qatnashmaganlarning borligi xabar qilinmoqda. Kevser dadasining 2017-yildan 2019-yilgacha jazo lageriga qamalishining ayni vaqtda 14 yoshli singlisi va inisiga intayin og'ir ruhiy zarba bo'lganligini aytdi. Sağlam bir inemşikisi koşmak. Eğer kepti sağlam oluyor. Başta da kirip ketkenlikin bek düşkülüşüp, keçeleri kutuyamay. Başta güzel bulup dikenen tamaklık geldi. Ayın ağır kalıp digendek. Anlasam şu başta bir kol koyup, tutulaymen böyle alakı üzüş tokurluk aynen kol koyup gittiken. Dadam burun kiseye çıkan. Şu anda dadam anda ayalla kiyim biçekli satılgan. Bu vakta Türkiye'nin kiyimleri makalı. Modu bu vaktlarda aşağıda bazan kürek geldi de başlarına. Şu 2016 yılının 5'de Türkiye'nin kürek tatlıgen. Şu sebepten kirib ketib to'qsanch. Anam o'qituvchi ikkinchi boshdan ortishlarga ikkinchi boshdan o'qishdan keyin adabiyot o'qituvchisi hozir unda uyg'ur tili darslarim bo'lmagandan keyin bir komitetga aholi komitetiga tushiribdi. Maydigan nurg'un jafo mashaqqatlarni boshdan kechirdi. Ba'zi ishlar mening sababim bo'lishi mumkin. Chet tilda bo'lganligim sababidan ularga azoblarga uchragan bo'lishi mumkin. Amerikada o'qiyotgan Kavsar dastlab dadisi tutilgan paytda oilasiga texmi og'ir zarba elib kelishidan qo'rqib, ovoz chiqarmagan bo'lsa-mu, ammo 2019-yil yozda jazo lagerlarining ziyonkashligiga uchragan Uyg'urlarning guvohligini yig'ishtiriga qatnashgan. Bir oydan keyin oilasidagilar uning bilan bo'lgan barliq aloqasini uzgan ekan. Kavsar yaqinda yana Twitterda tuyuqsiz tutib ketish, g'oyib bo'lish voqealarining oilasi uchun davomli yuz berib kelayotganligini bildirgan. U bir navr akasining Qirg'izistondan yurtga qaytganda tutilib lagerga qamalganligini, Shanxay Qatnash universitetining kompyuter injenerlik kasbida o'qiyotgan navri inisi Zulfiqar Qudratning 2022-yili yozlik ta'tilda yurtga qaytib kelganda soqchilar tarafidan qo'lga ilinganligi haqida guvohlik berib video tarqatgan ekan. Singlisining xabarini ololmay parishon bo'lgan Kavsar otishdagi soqchilarga, mahalla komitetlarga to'xtamay telefon qilgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday xabar ololmagan. Yaqinda singlimning xabarini ololmagan ekan. Ular to'xtamay telefon qilyapti shu shaharlik bizning mahalla komitetiga, soqchilarga. Shu vaqtda hamda bir soqchi yana birsini qo'shtirib men undirda. Shu mushakkan bilan paranglashdi. Keyin xursam bu odam shu anchunji shu bexatarlik idorasining boshlig'i ekan. Bu odam menga bir xil tahdid solganda gap qilib shu menga sen qo'chimasa, ammo odam tuqqanlarim shalar degandek ashqil yusini gap qildi. Shu o singlimdan akirib ketdim demidi u odam. Singlim qo'yib berilmoqchi. Hech qachon bu yo'ldan to'xtamayman. Mening o'rnimda singlim bo'lib qolgan bo'lsa, umuman uchun shunday qilgan bo'ladi, deydi Kavsar. Singlim bo'lgan bo'lsa, men uchun qiladi deb o'ylayman. Singlim qaysar chiramchan Kamila mening nazarimda nihoyat bir o'zi yesh kichik bo'lgan bilan cho'ng odamdek bir faylosoflardek izlaydi ba'zida. O'zbekcha kitob o'qigan. Menga amroqdi. Men oldin qatim ko'rishgan vaqtimda 2016-yilda. Vaqtda ham kichikda 13 yosh vaqtlarda ikkimiz pek yaqin to'qindi. Hozir parangiz olgan bo'lsam, singlim men seni ko'rgim keldi. Men sen amroq. Hamma qo'limdan kelishicha sen uchun hamma ishni qilaman, ishimdan voz kechmayman deb gap qildi. Kavsar o'zining andisha va qo'rqinchlarini yengib, texnik kuchli ovoz chiqarishga bel bog'laganligini bildirdi. Menimki singlimning eng cho'ng kuch. Shu birinchidan millatga vatanga bo'lgan sevgimi, uni eng yeraydigan yana bir kuch. Unda mening hozir bolam yangi tug'ildi. Ularning ham kelgusida bizning kunimizga qolib qolmasa, bu yana bir meni undaydigan kuch. Bu Xitoy hukumati kichiksa 19 yoshli singlimni tutib olgandan ularning qanchalik paskash razil hükümetliklerini görüp alamayız menimce. Ularında nimeden korkudu? Bizim Uygur oğlumuz pek çok günah oldu bulardan da özünü. Singlim koyup birimiz herkes onu vaz geçmeyme. Tarih qaraydigan bolsak, şu Yahudilarning qirib ketishini butun davlat qarab turgan, endi bir necha yildan keyin harakat qilgan bilan hozir shunga o'xshash bo'lyapti. Butun dunyo biladi, qarab turyapti. Texnologiya musulmon davlatlari hozirgacha qo'llayapti. Dunyoga deydiganim hamda mush butun hukumatlar vaqtida harakat qilishni bu manfaatni ya qo'yib qo'ymasa, u keyin yana o'zining beshiga chiqadiganini cho'qim his qilib ketadi. Razil hukumatning qavatqanlarini mangu kechirmaymiz. Tayyorlikchi Gulchehra, diqqat berganingizga rahmat.